Bugünkü dünya tuzilmasining buzish nishonida birinchi o'ringa tizilgan oila go'zal dinimiz islomning qarshida musulmon jamiyatining kichik bir partiyasi hisoblanadi va haqiqiy islomiy oila qurishni niyat qildi ekan, bundaq bir necha nuqtaga diqqat qilish kerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ulug' Ramazon oyining oxirgi muborak kunlari turibdimiz. Bu oydan ulug' Allohning rahmati bilan mag'firatiga erishgan holatda chiqishimizni tilash bilan so'zimni boshlayman. Alloh taolo oxiratdagi shu qattiq azobdan o'zimizni va oila bolchaqlarimizni yiroq qilsin. Bugungi dunyo tuzilmasining buzish nishonida birinchi o'ringa tizilgan oila go'zal dinimiz islomning qarshida musulmon jamiyatining kichik bir partiyasi hisoblanadi. Oila sog'lom bo'ladigan sog'lom bir jamiyat borliq keladi. Dinimiz oilaning sog'lom bo'lishi uchun oila a'zolarining Allohning diniga bo'ysungan, Allohning buyruq cheklimlarini e'tiborga oladigan, hayot xaritasini şunun qartasızlıgan kişiler bo'lishig'a alayda ahamiyat bergan bo'lib, bugun biz Allohning o'zimiz va oilamiz qilgan xitobi haqida to'xtalamiz. Allohning bu xitobida odamning faqat o'zini Allohning azobidan qutuldirmasdan, balki oilasining qurbining yetishicha Allohning yaxshi ko'rgan qullaridan qilishi lozimligi va buning shu odamning mas'uliyatlaridan biri ekanligi o'tirib qo'yilgan. Agar ular jahannam yo'lini tanlagan bo'lsa, bar kuchi bilan ularni to'sish lozim. Faqat ularning bu dunyodagi rohat parog'idan emas, balki oxiratda do'zax azobiga duchor bo'lmasligini o'ylash kerak. Oilaga mas'ul bo'luvchi dada, xotin bolalarining yemak ichmakining halol bo'lishi, yashayotgan muhitning Allohning buyruqlarini joyida o'rindiy oladigan, cheklimlardan o'zini tarta oladigan o'rin bo'lishiga alohida ko'ngil bo'lishi, farzandlarning vatan millat uchun yaramli avlod bo'lib yetish uchun qo'ldan kelishcha kuchish kerak. Chunki bizdek vatan mustamlakati bo'lgan bir millat avlodlari vatan mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasini hech qachon esidan chiqarmasligi va shuning uchun harakat qilishi dinimizning ko'rsatmalarining ichida o'rin olgan. Sahih Buxoriyda Ibn Umardan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Hammanglar rahbarsizlar va rahbarlik qilinuvchilarga mas'ul. Hukmron xalqiga, oilasiga, ayol erining uyga va bolalarga mas'ul. Bir musulmon Allohning yuqorqi xitobiga quloq solgan asosda Allohning rahmatiga erishmoqchi va haqiqiy islomiy oila qurishni niyat qildi ekan, bundaq bir necha nuqtaga diqqat qilish kerak. Birinchi, hayot hamrohi uchun solih bir qiz tanlash. Musulmon farzandlarining solih bo'lishi uchun farzandlarining onasi bo'lmish qizning dindor, axloqli, solih bir qiz bo'lishiga diqqat qilish kerak. Chunki din va axloq asosida tanlash ayol har ikkisiga komil mo'minlikning baxt saodatini vujudga chiqarib turadi. Farzandlarga islomiyatning fazilatli tarbiyasini va oilaga mustahkam shon-sharaf va izlab yurayotgan xotirjamlikni amaliyalashtirib beradi. Ikkinchi, farzandlarga diniy majburiyatlarni o'rgatish. Farzandlar Allohning omonatlari. Ularga yaratuvchisini tanitish, bu zotning hayot yo'limiz uchun qo'ygan go'zal dinni o'rgatish ota-onalarning farzandlar uchun qilib berish kerak bo'lgan ishlarning birinchi qatori turadi. Bir musulmon farzandi kalima tavhid, kalima shahodat, iymonning shartlari, dinimizning ruknlari qatorliqlarini o'rganib, Allohni va dinni tanigandan keyin Allohning kitobini tajvidlik o'qiy oladigan bo'lish kerak. Uchinchi, namozga buyurish. Dinimizning farz ibodatlaridan biri. Musulmonning kundalik hayotining ayrilmas bir parchasi bo'lgan 5 vaqt namozni farzandlarimiz 7 yoshga kirganda boshlab o'qishni o'rgatishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom bu vaqt shunday degan: "Bolalarni 7 yoshga kirganda namozga buyuringlar, 10 yoshga kirganda o'qimasa uringlar, yataqlarni ayringlar." 4. Farzandlarimizga adab axloq o'rgatish. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni alohida maqtab, "Sen buyuk axloqqa egisan" degan edi. Adab axloq bir musulmonning ayrilmas sifati bo'lishi kerak. Musulmonning hayoti adab axloq bilan zinnatlanmaydi ekan, uning musulmonligi kamil bo'la olmaydi. Dinning go'zalligi musulmonning adab axloq bilan namoyon bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom axloqi go'zal musulmon iymoni kamil musulmondir degan. Shuning uchun farzandlarimizni payg'ambarimizning go'zal axloq bilan zinnatlantirishga tirishishimiz kerak. Dinimiz ko'ngilni so'yindiradigan muloyimlik bilan lutf va rahmatlik bo'lishga, mehribonlik va ko'mchanlikqa to'lgan muomallarda bo'lishga amr qilgan. Buning bilan bolalar adab axloqli, istiqomatli o'sib ketadi. Jur'atlik, jasoratlik, mustaqil xarakterga ega bo'lib yetishib chiqa oladi. 5.
Farzandlarimizning imkoniyatining yetishiga yaxshi o'qitish. Dinimizning tunchi buyruq bo'lgan o'quv amriga bo'ysungan asosda farzandlarimizning diniy va fanniy bilimlar bilan qurollantirishimiz, turli hunar kasblarni o'rgatishimiz lozim. Robbini yaxshi tonigan, dinni to'g'ri shaklda tushungan bir musulmon farzandi qaysi ilmni o'qisin, qanday hunar kasbni qilsin, uni to'g'ri yo'lga shiltalaydi. Uning bilan insoniyatga yaxshilik qilib kelalaydi. 6. Farzandlarimizga yaratilishidagi g'oya nishonni bildirish. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Jinlarni va insonlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim. Bu oyat karimiga asosan musulmonlar o'zlarining hayotlikda ulug' nishon va oliy maqsad uchun yaratilganini tushunganda Allohga chin ishonadi. Nafsi, kuchlik irodasi va samimiy sadoqati bilan bandichilikni haqiqiy ado qila oladi. Islom yo'li yo'riqidan boshqa hech qanday qonunni qabul qilmaydi. Allohning haqiqiy bandisi bo'lgan bo'ladi. Mushu nuqtalarda biz farzandlarimizga ulgu bo'lganda ular musulmon bo'lib yashashning bir ne'mat ekanligini tushunib yetalaydi va hayotlik nishonidan adashib qolmaydi. Demak, aziz qarindoshlar, hayotdagi mas'uliyatlarimizning biri oiladir. Oila bo'lsa jamiyatimizning kichik bir parchasidir. Har bir oila isloh bo'lgan soliha onalar, Alloh va Rasulning to'g'an amrlariga bo'ysunadigan solih farzandlarga to'lganda jamiyatning naqadar isloh bo'lganligini o'ylab boqaylik. Bu nuqtadan qaraganda oilachilik va fasod ideya va fikrlardan, yomon illat va qiliqlardan tozalash har birimizning nihoyat ahamiyat berishga tegishli ishlarimizdan biri. Ulug' Allohdan bu muborak Ramazon oyida butun gunohlarimizdan mag'firat qilinganlardan bo'lishimizni so'raymiz.